qarang, ana qishloqqa bordingiz, menga 10-11 haftada kelib ketgansiz. O'shanda farzandingizni o'g'il deganman. To'g'rimi? Keyin viloyatga tushganingizda necha haftalik edi bola? 22 hafta. 22 haftaligida o'zingiz qildirdingizmi? O'shanda Yo'q, baqa mana unutdimi? Bu palkini skriniga tushdimi aytmadi. Ha, ular jinsini ko'rmadi. Viloyatga tushganingizda-chi? Viloyatga tushganimda so'radim o'zim, qizga o'xshayapti. Qizga o'xshayapti deyishdi. Hatto men 10 haftadan 11 haftaga o'tadigan payt bo'lgan. O'g'il deganman. Da. Menga qarab bitta yonbosh bo'ling-da. Oldingi farzandlar bilan ham jinsini topish muammo bo'lib yurgan, o'shanda ham kelgandilar. O'g'il deganman o'shanda ham. Mana oyijonimiz hozir 25 haftadalar. 10 haftada o'g'il dedingiz-ku, 11 da. Keyin qiz deyishdi deb keldilar. Va biz yana o'g'ilmiz. Buningiz ham bilmadim. O'zingiz sezdingiz. Siz men gapimga ishonib shu o'g'il deb yurgansiz-da, ular qiz desa ham. Oysa o'g'il bola bu. O'sha xaltachalariga tuxumlari ham tushgan. Kattagina yigit. Shu paytgacha qiz deb yurishgan. 25-26 haftagacha. Endi 10 haftaligingizda 11 haftangizda gazlaringiz kamroq bo'lgan bo'lsa, ko'ra olganman-da. Endi katta sroklarda adashishlari sal shoshib ko'rishdimi? Tez ko'rdim. Sizniki deymizda, Ha, unda bo'lishi mumkin. To'g'ri, apparatga ham bog'liq bir qandaydir holatlarda. No esa ko'nglingizni to'q qilavering, o'zi yigit ish.